Bitta xalq bo'lgan ekan. Xalq ham qabila bo'lgan ekan. U qabilani shoxi o'tib qolib, yangi shox o'tirsa o'lib qolaverar ekan. Nimagaki, u qabilani duosi ijobat ekan. Birovni haqqini yemagan, iymonli, kuchli bo'lgan ekan. Bir kun bitta aqlli odam topilibdi-da, bitta odamga "Sen shox bo'lgan" dedi. Men shox bo'lishdan qo'rqib o'lib qolsam-chi? Duo qilishadi, men o'zimga xatolarim bor bilan. Sen bo'lmasang o'rgitaman, o'lmaysan, zo'r bo'lib ketasan. Qanaqa nima? Bazm qilibdi. Hammaga tuxum olib kelsin o'zim bilan. Bitta tuxum olib kelib, o'pshi qozonga tashladibdi. Hammani o'pshi qozonga tashlattiribdi tuxumini. Qaynattiribdi. Endi hamma o'zinikini olib yeversin. U kim o'zinikini oladi u yerda? Hamma chalash olgan, yegan. Bo'ldi, bazm tugadi, xayr, ket. Endi sen shoh bo'verdi. Shoh bo'lib ketavergan, o'lmagan. Xalq duosi ijobat bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Birovning haqqini birov yeb qo'ygan.